Türkistanlıq qarindoshlar. Sharq Turkiston xabar agentligining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Eng oldi bilan xabarlarimizning qisqacha mazmunini tunishtirib o'tamiz. Sharq Turkiston surgundi hukumati Turkiyaning davomlashayotgan irqiy qirg'inchilik va Sharq Turkistonning besilingan davlat ekanligini e'tirof qilishni talab qilamiz dedi. Yaponiya Avam palatasining saylimida 34 yoshlik Arfiya g'alaba qilib, Yaponiya tarixidagi va G'arb dunyosidagi Uyg'urlardan chet el parlament a'zoligiga saylangan tunji Uyg'ur parlament a'zosi bo'lib qoldi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining bosh ministri Salih Xudoyor apandi Arfiyaning Sharq Turkistonning besilingan davlat ekanligini va Xitoy yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilgan qonun loyihasini chiqarishni umid qilamiz dedi. Ukraina yakshanba kuni Xitoy bosh elchisini burunqi Sovet ittifoqi davlatlarining egalik huquqi to'g'risida qilgan palpat so'zlari tufaylidan aybladi. Saudiya Arabiston shahzodasi Arabiston chetida trillion dollarlik utopiya qurmoqchi ekan. Tunda tafsili mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Türkiye Cumhuriyeti İçki İşler Ministeri Süleyman Soylu 23 aprel günü Sharq Turkiston Teşkilatlar Birliği'nin heyetleş programmasına katlaşıp Türkiye'nin qiyin vaqtlarida, yani yer tevreş mezgilida Sharq Turkistonliklarning afat rayoniga berib, turli qutqizish harakatiga faol qatnashib, qarindoshlik mehrini yetkazib, haq vafoning qandoq bo'lganligini ko'rsatganligini, Türkiye'nin hech bir vaqt Sharq Turkistonliklarni tashlab qo'ymaganligini aytgan. Nasıl okuması lazım geldiğini hep beraber dert edindik. İkametleri hallettik. Her birinde. Hiç kimseyi açıkta bırakmadık. Sonra 2 yıl önce yine Sayın Cumhurbaşkanımız bir talimat verdi. Dedi ki Süleyman artık başlayalım. Ve ilk gelenden başlayarak vatandaşlığa başladık. Ve bugüne kadar arkadaşlarımız şahittir. 10.000'i aşkın vatandaşlık yaptık. 3 gün önce 2000 vatandaşlığı da imzaladık. Külliye'ye Cumhurbaşkanımıza gönderdik. İnşallah o da imzalanmış olacak. Sharq Turkiston surgundi hukumati Twitter hisobidan buningga inkos qaytarib, Sharq Turkiston xalqi 70 yildan ortiq vaqtdan beri samimiyat ko'rmadi. Sharq Turkistonga qarta samimiyatini bildirish uchun Turkiya Cumhuriyet Raisi Recep Tayyip Erdoğan, İçki İşler Ministri Süleyman Soylu va Adalet Taraqqiyot Partiyasini Xitoyning Sharq Turkistondagi turk xalqiga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni, Sharq Turkistonning Xitoy tarafidan besilingan bir davlat ekanligini e'tirof qilishga chaqiriq qilamiz dedi. Yaponiya Avam palatasining 23 aprel o'tkazilgan to'liqlama saylimida Yaponiya Liberal Demokratlar partiyasining Chiba saylam rayonidagi Uyg'ur nomzod 34 yoshlik Arfiya saylamda g'alaba qilib, Yaponiya tarixidagi va G'arb dunyosidagi Uyg'urlardan chet el parlament a'zoligiga saylangan tunji Uyg'ur parlament a'zosi bo'lib qolgan. Arfiya o'tgan yili Kengash palatasi saylamiga qatnashgan bo'lib, u vaqtda utuq qozonolmagan. Liberal Demokratlar partiyasi Yaponiya hokimiyat beshidagi partiya bo'lib, Yaponiya bosh vaziri Fumio Kishida Arfiyaning saylam raqobat faoliyatiga aktiv ovoz qo'shgan. Bosh ministerimiz Salih Xudoyor apandi Twitter hisobidan buningga inkos qaytarib, Uyg'ur o'zbek qarindoshimiz Arfiyaning Yaponiya hokimiyatiga qatnashishini xushallik bilan tabriklaymiz. Vakil Arfiyaning Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik va Sharq Turkistonning besilingan davlat ekanligini e'tirof qiladigan qonun loyihasini sunishini umid qilamiz dedi. Ukraina yakshanba kuni Xitoy bosh elchisini burunqi Sovet ittifoqi davlatlarining egalik huquqi to'g'risida qilgan palpat so'zlari tufaylidan aybladi. Kiev pochtasi xabar to'rining 23 aprel kunidagi xabariga qaraganda, juma kuni Xitoyning Fransiyada turishliq bosh elchisi Liu Xiaoyi LCI xabarlariga Sovet ittifoqining parchalanishidan keyin o'tirg'i chiqqan davlatlarning egalik huquqini e'tirof qilishning xalqaro qonun tartibga uyg'un emasligini aytgan. Xitoyning yolg'iz yaqindan buyon Rossiya ishg'ol qilgan Ukraina haqida emas, balki Sovet ittifoqi parchalangandan keyin maydonga kelgan, hatto Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar haqidagi inkoslarmi kishini shubhalantirdi. Ukraina Cumhuriyet Raisi yordamchisi Mikhailo Podolyak Sovet ittifoqi parchalangandan keyin maydonga kelgan davlatlarning xalqaro qonunga asosan e'tiborga ilinganligini, 1000 yillik tarixi bo'lgan bir davlat vakilining Qrimning tarixi haqida qilgan ma'lumotning so'zlarini anglashning bir g'alati ahvol ekanligini, Xitoyning Rossiyaning tashviqotini qilmasligi kerakligini aytgan. Fransiya Tashqi ishlar ministrligi tarafidan shanba kuni kechqurun e'lon qilingan bir bayonotda Xitoyning Fransiyada turishliq bosh elchisining inkosiga qattiq hayron qolganligi ifodalangan. Litviyaning Tashqi ishlar ministri Edgar Rinkevich Twitter hisobida Xitoyning Fransiyada turishliq bosh elchisining
xalqaro qonun va davlatlarning egalik huquqi to'g'risidagi so'zi butunlay qabul qilinmaydi. Ba'zilar Baltiq dengizi davlatlarining Xitoyning Ukraina Rossiya urushidagi tinchlikni tashviq qilguvchi ekanligiga ishonmaydiganligiga hayron qolayotgan bo'lishi mumkin. Bu yerda Xitoy Qrimning Rossiyaga oid ekanligini, davlatimiz chegarasining qonuniy asosi yo'qligini o'tirg'a qo'ydi dedi. 23 aprel kuni Yevropa Ittifoqining 80 nafar parlament a'zosi Fransiyaning Dunyo gazetida birlashma bayonot e'lon qilib, Fransiya hukumatidan jiddiy tadbir qo'llanib, Liu Xiaoyini Fransiyadan qo'g'lab chiqarishni talab qilgan. Ular bayonotida Liu Xiaoyining so'zlari xalqaro qonunga ochiq-oshkora xilop, Yevropa Ittifoqiga xavf shakllantirdi degan. Bayonotda yana Liu Xiaoyining munosabatli davlatlarning tarixiga, madaniyatiga, negizlik egalik huquq qurilmasiga qilingan ig'ir haqorat ekanligi, mavjud diplomatik munosabatlarning asosiy prinsipiga xilof ekanligi ilgari surilgan. Liu Xiaoyi oldingi yillari Fransiya muxbirlarining ziyoratini qabul qilganda Xitoyning Uyg'urlarga qarata yurgizayotgan jazo lagerlariga atalmish qayta tarbiyalash siyosatiga o'xshash bir siyosatni Xitoy Tayvanni ishg'ol qilgandan keyin tayvanliklarga qarata yo'lga qo'yish kerakligini ilgari surib, qarshiliklarga uchragan. Bosh ministerimiz Salih Xudoyor apandi Twitter hisobidan buningga inkos qaytarib, Ukrainaning tashqi ishlar ministerligiga shon-sharaflar bo'lsin. O'rta Osiyodagi jumhuriyatlar Xitoyning O'rta Osiyoning egalik huquqiga bevosita hujum qilishiga sukut qilib qarab turamdi dedi. Saudiya Arabiston shahzodasi Arabiston cho'lida $1 trillion utopiya qurmoqchi bo'lgan. Insider xabar torining 22 aprel kunidagi xabarda aytilishicha, Saudiya Arabiston shahzodasining Arabiston cho'lida $1 trillion shahar barpo qilish uchun Xitoy bilan tuzgan kelishimi texmo qorong'u tasavvurni o'ttirg'a chiqargan bo'lib, $1 trillion Saudiya Arabistonning qumliq shahri Neomining plani tuzilib, shaharning kelajakdagi aholilariga ilg'or texnika bilan ta'minlash va'dasi berilmoqda ekan. Davlatning g'arbiy shimol qismidagi 100 mil uzunlikda shaharning markazidan kesib o'tadigan vertikal ko'k yuzi qozg'icha deb ataladigan bir belbog' insho qilindi ekan. Planlovchilarning oshkora bayonotiga qaraganda, qorong'u dengiz sohili, qor teyilish yon to'liqlari, sun'iy ay, mashina odam boshqaruvchilari va uchar taksi qatorliqlarni vujudga chiqarishni o'z ichiga oladi ekan. Shahzoda Muhammad bin Salman tarafidan tuzilgan bu planning orqasida texmo qorong'u reallik bor bo'lib, Saudiya Arabiston shahzodasi kuchlik nazorat qilish texnikasi bilan ta'minlashni yo'lga qo'ydigan Xitoy rahbari Shi Jinping bilan bo'lgan aloqasini kuchaytgan. Washington instituti aqllar ambirining dokladida Xitoy allaqachon Misr va Serbiyada atalmish bexatar shahar barpo qilish uchun abonentlarning sonliq ma'lumotlari orqali nazorat qilish texnikasi bilan ta'minlagan. Xitoyning yer shari harakatini tadqiq qiladigan Harvard universitetining a'zosi Bulalani Jili Shi Jinpingning davlat rahbarligida kishilarning qarashini tor bo'shliqi va nazorat ostida normallashtirish va qonunlashtirishga tirishayotganligini aytgan. Neomning direktori Gillis Pendleton davlat gazetiga bu qurilishning taraqqiyoti tez ilgarilamoqda. 2045 yilga borganda bu shaharda 9 million odam yashaydi degan. Kelgusidagi nol karbon shahri deb atalgan Neom Saudiya shahzodasining davlatni zamoniylashtirish va ko'mirga tayinishni azaytirish tashabbusining yadrosi ekan. Mustamlikaga uchragan millatlarda fikr to'qinishlari avj oldi. Tajovuzchilar mustamlika qilingan millatni qulay boshqarish uchun ular orasida fikr qalayimqonchiligi yoki ideya to'qinishi yasab chiqadi. Ideya to'qinishi paydo qilish orqali u millatning kimligini parchalab, necha guruhlarga bo'lib, birdan yo'qotishga urinadi. Har qanday zamonda bilib-bilmay mustamlika kuchlarining ideyasiga xizmat qiladigan, millatning qimmat qarashlari va kimligini o'zgartirishga urinadigan ongsiz va nodon kishilar chiqib turadi. Mustamlika kuchlari bekor yotmaydi. Tadqiqot markazlari orqali mustamlikaga tushib qolgan millatning ideyasiga zid keladigan yangi ideologiyalarni yaratib turadi. U millatning madaniyatini yodlashtirishga harakat qiladi. Shundaqla ular orasida har turli ichki to'qinish paydo qilishga urinib turadi. Mustamlika kuchlari jamiyatning kimlik krizisi va kimlik to'qinishi paydo qilish uchun butun tadqiqot va tashviqot markazlarini ishga soladi. Mustamlika qilingan jamiyatdagi kuchlarning o'zgarmaydigan halqaliq nuqtalarda birlashib qolmasligi uchun ichki fikr to'qinishlarini ulg'aytib turadi. Yo'q yerdan fikr qalayimqonchilikqa chiqarib turadi. Parch-purat masalalar bilan ovora qiladi. Keyin hal qilinsa-mu bo'ladigan kichik masalalarni qo'zg'ab chiqib, fikr bo'linishi yaratishga harakat qiladi. Natijada qilmishlari va so'zlarining oqibatiga diqqat qilmaydigan har xil ideyatga kishilar bilib-bilmay jamiyat kimligini parchalashga kuch chiqaradi va birlikning buzilishiga sababchi bo'lib qoladi.
Bugünkidek fikir qalayimqanchiligi yoki ideya to'qinishi avj olgan zamonda jamiyatimizning mustamlikaga tushishdan ilgirki asli kimligini va birligini kuchi yetgan miqdorda qo'g'dash mas'uliyati angliq bilim sohiblariga tushadi. Jamiyatning har soha olimlari, sog'lom fikrlik sarkillari, siyosiy va ijtimoiy yetakchilari ichki ideya to'qinishi suiqasdining oldini olmasa va uningga birlikda taqobil turmasa, ideya to'qinishi bizni texmo ojizlashtirib yetadi va texmo parchalab tashlaydi. Aqida birligi, shariat birligi, vatan birligi, ummat va millat birligi va madaniyat birligi bizning kimligimiz va birligimizni shakllantiradigan eng muhim omildan iborat. Bugungi oshkora va yoshirin ideya to'qinishi mana shu muhim o'zgarmas prinsiplar atrofida aylanmoqda. Abdurahmon Kashg'ari. Bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.